Today, the United States joins the international community in celebrating the 76th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Amerikaning Xitoyda turishliq baş elchisi Nicholas Burns 12 ayning 10 kuni Dünya Kishilik Huquq kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarga qarshi davomlashtirayotgan kishilik huquq dafsandachiliklarni to'xtatishga chaqirgan. Shundaqla ta hozirgacha turmada yetayotgan doktor Gulshan Abbas, korxonachi Akbar Asad va tadqiqotchi Rayla Davud qatorliqlarni qo'yib berishni talab qilgan. 10 dekabr kuni BDT Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasi e'lon qilinganligining 76-yili munosabati bilan Amerikaning Beyjingda turishliq elchixonasining to'rida e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan. Biz Xitoy Cumhuriyetini Xinjiang, Tibet va Hong Kongda berayotgan kishilik huquq dafsandachiliklarni to'xtatishga chaqiramiz. Xitoy Cumhuriyetining insoniy erkinliklarni cheklashiga ham davlat xalqigan bostirishiga bo'lgan cho'nqur andishimizni qayta ta'kidlaymiz. Kishilik huquq va insoniy izzat hurmatni qo'g'daganligi, o'z e'tiqodini ifodalaganligi, din va madaniyat faoliyatlariga qatnashganligi uchun jazolangan Gulshan Abbas, Akbar Asad va Rayla Davud qatorliqlarning darhol va shartsiz qo'yib berilishini talab qilamiz. Bayonot yana Xitoy Cumhuriyetini o'zining kishilik huquq amaliyotini ko'zdan kechirishga, xalqaro kishilik huquq majburiyatiga amal qilib, o'z xalqiga bergan va'dalarini ado qilishga chaqirdiganligi ta'kidlangan. Of Gulshan Abbas, Akbar Assad, Rahila Dawood, who have been unjustly detained by the People's Republic of China.